Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hurmatli ko'rurmanlar. Tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar proqramımızın təfsilatı bolsun. Amerika Dövlət Müdafiə Ministerligi 5 burcaklik bina bilan Kanada Dövlət Müdafiə Ministerligining hamkorligida 18 noyabrdan 20 noyabrgacha Kanadaning Nova Scotia shtatidagi Halifax shahrida chaqirilgan Halifax xalqaro bexatarlik munbiri yig'iniga alayda taklif bilan qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Isa apandim yig'inning tunji kundagi suhbat bo'limida qilgan so'zida xalqaro jamoatchilikni Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiy xalqlariga qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazayotgan mustabid Xitoy hokimiyatini javobgarlikqa tortishni talab qildi. 18 noyabr yig'inning tunji kuni o'tkazilgan bexatarlik nada degan temadagi birinchi suhbat bo'limiga Dolqin Isa apandimning bir qism yuqori darajalik davlat rahbarlari bilan birga sahnaga so'zga taklif qilinishi yig'in ahlining va kuzatuvchilarning alayda diqqatini qo'zg'ab qolmay, muhojiratlik Uyg'ur qarindoshlarimizni alayda iftixorlantirdi. Halifax xalqaro bexatarlik munbirining direktori doktor Yanis Stein xonimning bevosita riyosatchiligida o'tkaziladigan bexatarlik nada degan temadagi birinchi suhbat bo'limiga Dolqin Isa apandim bilan birga Estoniya prezidenti Alar Karis, Kanada davlat bexatarlik ministri Anita Anand xonim va Amerika senatori Jean Shine xonim sahnaga taklif qilindi. Dolqin Isa apandim savol-javob shaklida o'tgan suhbat bo'limida qilgan so'zni mundaq deb ko'rsatdi. Are very difficult in the hard time at the moment, not only because of the Ukraine war, not only because of the COVID, because also now is the democracy and the threatened. Növbətdə biz bütün dünya xalqının intayin müşkül bir vaqt turuyatqanlığı şahid boluvatdımız. Bu faqat Ukrayna urushi va Tojikiston virusi sababidilla bolmayvatıdı. Çünki bugün demokratiyamı tehdit uçurawatıdı. Mustabid dövlətlər, bolupmu Xitay klimat özgürüşdə dünya tehdit salmaqda. Xitay Rossiya bilan cheksiz do'stlikqa ega bo'lib qolmay, balki yana Rossiyaning Ukrainaga qo'zg'agan urushni kuchli ravishda ostirdan qo'llayotganligini ko'ryapmiz. Hong Kongda demokratiyaga xotima berildi. Buningga butun dunyo shohid bo'lgan bo'lsa-mu, hech qanday ish qilmadi. Bugun Tibet xalqi iztirob chekyapti. Xitoy hukumatı Tibetlarga madaniyat qirg'inchilik yurgizdi. Uyg'urlarni alsaq, 2016-yildan buyangi 6 yildak vaqtdan beri 3 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq va boshqa Turkiy xalqlar 21-asrdagi jazo lagerlarida yetyapti. Buningdan 75 yil avval dunyo rahbarlari Yahudi qirg'inchiligining qaytalanmaydiganligi to'g'riliq va'da bergan. Afsuski, bu qirg'inchilik yana qayta yuz berdi. Dunyo buningga shohid bo'layotgan bo'lsa-mu, ammo sukut qilmoqda. Dolqin Isa apandim so'zda yana garchi xalqaroda Xitoyning qirg'inchiligiga qarta chuqonlar ko'tarilgan bo'lsa-mu, biroq qirg'inchilikni to'xtatish uchun nuqul so'zlab qo'yishning kifoya qilmaydiganligini, navbatda Xitoyning boshqa davlatlarga istibdodlikni eksport qilayotganligini, Xitoy qo'shni davlatlarning hech birining bexatar emasligini ta'kidlab mundaq dedi. Yolg'iz so'zlab qo'yishli Xitoyning bu qirg'inchilikni to'xtatishga kifoya qilmaydi. Xitoy Uyg'ur, Tibet va Hong Kongliklarni bostirib qolmay, balki yana o'zining bostirish siyosatini boshqa davlatlarga eksport qilmoqda. Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi Xi Jinpingning g'oyasi bo'lib, uning zamin kengaymichilik qurilishidir. Shunga navbatda Sharqiy Osiyo va Tinch okeaniga Xitoy qo'shni hech qanday bir davlat bexatar emas. 3 kun davom qilgan mazkur yig'inga 70 dan ortiq davlatdan hukumat rahbarlari, yuqori darajalik harbiy amaldorlar, generallar, tadqiqotchilar, yozuvchilar, savdo-sanoat sohasidagi arboblar, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullaridan bo'lib 300 nafardan ortiq vakil taklif qilindi. Amerika Davlatlik Diniy erkinlik komitetining raisi Nuri Turkel, Tayvan parlamenti kishilik huquq komitetining bosh kotibi O'rkash davlatlarmi yig'inga taklif bilan qatnashdi. Dolqin Isa apandim 3 kunlik yig'in jarayonida yana har qaysi ellardan kelgan yuqori darajalik hukumat amaldorlari, generallar, tadqiqotchilar va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari bilan ayrim holda ko'rishishlar elib berib, ulardan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatib qilish uchun Xitoy qarta yana jiddiy va unumli jazo va embargo tadbirlarini yo'lga qo'yishning to'liq zarur ekanligini eskartib o'tdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunini butun dunyo miqyosida xotirlash haqida umumiy safarbarlik boshlatdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan 20 noyabr yakshanba chaqirilgan Qurultay ijroiya komitetining kengaytirilgan to'rig'ida 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunida butun dunyo miqyosida Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi bir tutash norozilik faoliyatlarini elib berish haqida o'rtaq qaror elindi. Yig'inga Qurultay ijroiya komitetining a'zolari, har qaysi qarindosh tashkilotlarimizning mas'ullaridan bo'lib 100 nafarga yaqin kishi qatnashdi. Hammaga ma'lum bo'lgandek, Dunyo Uyg'ur qurultiyining arzi bilan 2020-yili Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasi 2021-yili 9 dekabr kuni Xitoy hukumati Uyg'urlar qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat yurgizayotdi deb hukm chiqargan.
ve Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqun Eysa efendim Uyghur Sot kollegiyasining hukmi e'lon qilingan 9 dekabr kunini Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan Uyghur irqiy qirg'inchilik kuni deb bekitilganligini jakarlagan. Qurultayning bu qarori ayni chog'da xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining va muhojirat yashayotgan qarindoshlarimizning qizg'in olqishiga erishgan edi. 20 noyabr chaqirilgan Qurultay ijroiya komitetining kengaytirilgan yig'inida Qurultay raisligi tarafidan 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunida ilib berilgan faoliyatlar haqida tuzib chiqilgan 10 necha moddalik plani Qurultay rahbarlarining va har qaysi ellarda faoliyat ilib berayotgan qarindosh tashkilotlarimizning mas'ullarining ko'rib chiqishiga sunildi. Qurultayning tashkiliy xizmatlarga mas'ul muavin raisi Farhod Yo'rinqash efendimning riyosatchiligida o'tkazilgan va istiqlol marshimiz bilan boshlangan yig'inda oldi bilan 1933 va 1944 yillar qurilgan ikki jumhuriyatimizning barliq keltirgan Xo'ja Niyaz Hoji, Sobit Damullam, Alixon Töre, Ahmadjon Qosimi boshchiligidagi butun qahramon ajdodlarimizning va aziz shehidlarimizning ro'yi uchun Qur'oni Karim o'qildi. Qurultay raisi Dolqun Eysa, Qurultayning muavin raisi, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram, Qurultay qonun komitetining mudiri Mehmet To'xta apandilar yig'inda 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni haqida bergan izohatlarida, garchi hozir qadar bir hukumat va 9 parlament Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy qabul qilgan bo'lsa-mu, ammo bularning hammasining bir siyosiy qaror ekanligini, Uyg'ur Sot kollegiyasining o'tgan yili 9 dekabrda chiqargan qarorining bo'lsa xalqaro qonuniy tartiblar va asoslar, shundaqla ko'p taraflamlik dalil paketlarga tayanib chiqargan qonuniy hukm ekanligini, buning bilan Uyg'ur mustaqillik harakatining Xitoyning irqiy qirg'inchiligini pash qilishda ishonchlik va qoyil qilarlik qonuniy isbotga ega bo'lganligini, shuning uchun 9 dekabrning Sharq Turkiston xalqi uchun zo'r tarixiy ahamiyatga ega bir kun ekanligini, muhojirat yashayotgan butun qarindoshlarimizning 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunini har zaman esda tutishi lozimligini ta'kidlashdi. Yig'in qatnashgan har qaysi ellardagi qarindosh tashkilotlarimizning mas'ullari Dünya Uyg'ur Qurultayining 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunini butun dunyo miqyosida keng ko'lamda xotirlash haqidagi chaqiriqqa qizg'in ovoz qo'shilganliklarini ifoda qilishdi. Yig'inda e'lonlangan qarorga asosan Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan 8 dekabr Dünya Uyg'ur Qurultayi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tarafidan Amerika Xalqaro axborot klubida va 9 dekabr Anqarada muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazildi. Uyg'ur akademiyasi va Dünya Uyg'ur Qurultayi Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan 7 dekabrdan 9 dekabrgacha Washingtonda ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan 9 dekabr kuni Dünya Uyg'ur Qurultayi bilan hamkorlashayotgan Uyg'ur tashkilotlari birlashma bayonot e'lon qildi. Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan 9 dekabr har qaysi ellarda bir tutash namoyishlar o'tkazildi. Namoyish qilish imkoniyati bo'lmagan O'rta Osiyo davlatlarida qurultay vakillari va jamoatning qatnashida maxsus suhbat yig'inlari uyushtirildi. Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan maxsus inglizcha, nemischa, turkcha, arabcha, uyg'urcha va xitoycha tillarda ayrim-ayrim tor muhokama yig'ini o'tkazildi. Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan bir tutash hashtag yasab tarqatildi. 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan Qurultay tarafidan inglizcha tashviqot film tayyorlab bir tutash tarqatildi. 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni mazmun qilingan Uyg'urcha videoliq tashviqot harakati boshlatildi. Xalqaro parlamentarlar birligi IPAK a'zolari va har qaysi parlamentlardagi Uyg'ur do'stlik guruhining a'zolari safarbarlikka keltirilib, ularning Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuniga beg'ishlab maxsus bayonot, axborotlar e'lon qilishi va videoliq tashviqot harakati elib berish qo'lga keltirildi. Chet el matbuotlarida 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuniga beg'ishlangan maxsus obzorlarning e'lon qilinishi qo'lga keltirildi. 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni faoliyatlarida bir tutash qo'llanish uchun maxsus jildga yoki mayk loyilab chiqiladi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 16 noyabr kuni Uyg'ur ayollarining majburiy to'ylashtirilishi, Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi millatlararo to'ylashtirish siyosati sarlavhalik cho'ng hajmli bir doklad e'lon qildi. Dokladda ko'rsatilishicha, Xitoy hukumati Uyg'ur ayollarini Xitoy erlari bilan to'ylashtirish siyosatini davlat siyosati sifatida sistemlik ilib borgan. Dokladga qaraganda, Sharq Turkistondagi har darajalik yerlik hukumatlar Uyg'ur erlarini har xil bahona sabablarni tepib lagerlarga qamagan yoki majburiy emgak kuchi sifatida boshqa joylarga yo'tkigan. Shuning bilan bir vaqtda Uyg'ur qiz ayollarini Xitoy erlari bilan to'y qilishga qistab, buni siyosat sifatida kuchab tashviq qilgan. Xitoy hukumat o'rinlari Xitoy erlari bilan to'y qilgan Uyg'ur ayollarining naq pul bilan mukofotlanish, turalg'u bilan ta'minlanish, ma'rif to'liqlamasi ilish, xizmat va davolanish kapolatiga erishishi qatorliq siyosatlardan bahramon bo'lganligini aytgan.
Agar Xitoy erlari to'y qilishni talab qilgan qizlar yoki qizlarning oilasidagilar to'y qilishni rad qilsa, jazo lagerlariga kirdiganligi to'g'risida tahdid silingan. Mazkur dokladda bu xil siyosat Uyg'urlarni Xitoy jamiyatiga singdirib o'tishni maqsad qilgan bir taktika deb ko'rsatilgan. Mazkur dokladda yana Sharq Turkistondagi ayollar va bolalarning majburiy emgak va bolalarni oilasidan ayirib o'tish qatorliq siyosatlarning bevosita qurboni bo'lganligi ko'rsatilgan. Uyg'ur ayollarga qartilgan jinsiy zo'ravonlik, jinsiy tajovuzchilik, majburiy tug'mas qilish, homildorlikdan saqlanish uskunlarini majburiy ishiltish, majburiy bola tushirish va majburiy to'ylash qatorliq siyosatlarning Xitoy hukumatining bevosita yo'l yo'riqi bilan elib berilganligi bildirilgan. Doklad Sharq Turkistonda elib berilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatning Uyg'ur ayollarini asos qilgan jinoyat ekanligi o'ttirib qo'yilgan. Shundaqla Uyg'ur ayollarini Xitoy erlariga majburiy va tashviqot xarakterlik to'ylashtirishning xalqaro kishilik huquq o'lchamiga xilof ekanligi ta'kidlangan. Dokladning oxirida yana Uyg'ur ayollarining hilam Xitoy hukumati sistemlik yurgizayotgan majburiy to'ylashni o'z ichiga olgan ig'ir jinsiy zo'ravonlik uchrayotganligi. Ammo hozirgacha hech bir davlatning Sharq Turkistondagi jinsiy zo'ravonlikqa qarta jazo tadbiri yurgizmaganligi eskartilgan. Angliya Kengash palata a'zosi David Lorton Yevropa parlamentining Sharq Turkistondagi majburiy emgak mahsulotlari, shundaqla majburiy emgakdan foydalanadigan Xitoy korxonalarining mahsulotlarini import qilishni cheklash qarorining Angliyada ijro qilinish ahvoli hamda Taylanddagi Uyg'ur musofirlarining panohlik ishlari to'g'riliq Angliya hukumatiga savol qo'ygan. 17 noyabr kuni David Lortonning tor betida e'lon qilingan mazmundan qaraganda, David Lortonning bu savollarga Angliyaning diplomatiya va davlat taraqqiyot ishlariga mas'ul Kengash palata a'zosi Ahmad javob bergan. U David Lortonning Angliya hukumatining Yevropa parlamentining qarorini qanchalik ijro qila olganligi haqida so'rgan savoliga javob berib, biz Xinjiangdagi kishilik huquq dafsanchiligiga oid chiqayotgan paketlarga, jumladan majburiy emgak masalasiga yaqindan diqqat qildik va uningga kuchli tadbir qo'llandik. O'tgan yil biz Angliya shirkatlariga Uyg'ur rayonida savdo qilmaslik, majburiy emgak mahsulotlarini olmaslik, agar xiloflik qilsa jazoga uchraydiganligi haqida ko'rsatma berdik degan. David Lorton yana Taylanddagi Uyg'ur musofirlarining panohlik masalasi to'g'riliq savol qo'yganda, Ahmad uningga javob berib, Angliya hukumati barliq davlatlarni Uyg'ur musofirlarini Xitoy qat'iy qaytarmaslikqa va o'z mas'uliyatini ado qilishga chaqirib keldi. Biz Tayland hukumatidan u yerda tutib turilayotgan Uyg'ur masalasini so'rdik. Biz yana ularni xalqaro qonun kelishimiga amal qilib, Uyg'urlarni qaytarib bermaslikka davomli chaqirib turmiz degan. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.